Assalomu alaykum, Islom Ustus kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Navbatdagi darvozamizni Xudo xolisa ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni yapanga olib o'rnashtirdik. Xudo xolisa kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozani ma'lumot qilib beraman. Bo'yiga 3.30, eniga 3.15 bo'ldi. Xudo xolisa yarim 2 qavatli darvoza, o'ta ham ideal holatda. Agar hovliga yarashgan bo'lsa, yarashdi deb yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Zamoklarimiz zubr zamok bo'lgan. Ochilib yopilishlari juda ham yengil. Xudo xolasa stoykalarimiz uzunga 5 shveler qilib berdik. Profillarimiz 6 ga 4, 1.5 ster, lislarimiz 2 lik, ikkinchi qavati cho'tirlislari polni shumkali qilib cho'tga qilib berdik. 1 kvadrat metri 1.100.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz aka-ukalar. Kraskalarimiz mokraspal, matviy kraska bo'ldi. Kraskalarimizga bexijolat. Orqa qismini ko'rsatib qo'yamiz. Orqa holati tepada 30 sm promog bo'ldi, alohida ochilmaydigan. O'rtasi har doimdek sentr zamok. Mashina turadigan joylari shveler, polni baquvvat qilib qatirib berdik. O'rnashtirish jarayonlari ham hamma yo'g'i juda ham tekis. Misol zaborlarni buzmasdan nima qilib cho'tka qilib tayyorlab berdik. Bu yoni ozgina ochiq qoldi, chunki devor atveska jinday notekis ekan. Tepasini ko'rib yopishib turibdi. Bu taraf ham xuddi shunday. Sababi darvozani o'lchaganda tepasidan, pastidan o'lchaymiz, eng tor joyga o'lchaymiz. Agar tepani pastni o'lchab olib turib, tepani buzadigan bo'lsak, hamma yoq rasvo bo'lib ketadi. Buni ikkala yonini mana so'kildi boshqatdan remont qilgizamiz deyishyapti. So'kildi boshqatdan remont qilgizadigan bo'lsa, o'sha choklarni yopib chiroyli qilishib qo'yadi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, shunaqangi darvozalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 1.100.000 so'mdan aka-ukalar, o'ta chiroyli narx. 2 chaspalarimiz ham bunday qalindan qo'yilgan. Mana xudo xolasa darvoza to'shni o'rganga o'rnashdi. Ochilmaydi, yopilib ketmaydi. Bexijolat. Zamon ham o'ta yengil. Darvozani ochib qo'yib qo'ying. Shabada bo'lsa ochilib yopilib ketishi mumkin, lekin mana shu holatda o'ta chiroyli turadi. Bir xilda to'shni o'rganga chiqdi. Yopilishlari ham yaxshi. Ozgina rezinkalar yezilganicha rezinka qo'yib berganmiz bunga ham. Chunki mana eshikni ochib yopganda oz-moz tiraq-tiraq ovoz chiqmaydi. Eshitishlar, faqat zamo'yda o'zini ovozi chiqadi. Darvozada tiqir-tiqir yo'q. Shu eshikni hamcha salurlab qo'yish kerak ekan, g'q deyapti. Aka-ukalar 1 kvadrat metri 1.100.000 so'mdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz.